Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz o'zimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Guliston shaharchasiga O'ktamjon akamizga mana 20 kilo go'sht holatida chuvalchang zakaz qilgan edi, olib kelib berdik. Aka, chuvalchanglar ma'qulmi aka? Zo'r holatga yetib keldi mana xudo xolasa. Siz xohlagandek mana go'sht holatda 95% plus. Mana shu holat. Mana akamiz xudo xolasa oldin ham shug'ullangan ekan, ozgina safarda bo'lgani uchun chuvalchanglar ozgina zahoyib, nima tarqab uncha nobud bo'lgan ekan, shuncha yana qaytadan akamiz boshqatdan shu ishni boshlaymiz deyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir mana ozuqaga sekin tarqatib boramiz. Go'sht holatda. Qip-qizil qassobdan go'sht olganda qo'ygan, mana go'sht holatda. Laqim holati xudo xolasa. Ishlangan sal nariga olib qo'yasan. Ha, narigi tomonlariga ham sekin. Bu aka hozir tarqab oladi, sirazi. Ha, tarqab ketadi. Go'ngni tashlab oladi. Go'ngni ichiga hozir sirazi kirib ketadi. Mana. Shuni salafani bilan ko'tarib yuboraylikmi? Yo'q. Ko'rasizmi? Mana ko'rishlaringiz mumkin. Akamiz o'zi ham oldin bu ish bilan ancha shug'ullangan ekan, mutaxassis ekan. Yana qaytadan shu ishni rivojlantiramiz deb chuvalchang zakaz qilishgan edi. Mana olib kelib berdik, xudo xolasa chiroyli holatda. Mana qopda ham olib kelib berganmiz, bonus qilib, hayitlik qilib. Mana chuvalchanglar hammasi aktiv holatda. Ana harakatlanib sekin go'ngni ichiga kirib ketishyapti. Birorta ko'piklashib, zahoyib, achib, oqarib o'lib qolgani yo'q. Hammasi sos holatda. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Kimlargadir Kaliforniya chuvalchanglari kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.